1969-yilda Amerika televideniyasi, butun dunyo e'tibori unda. Hamma insoniyat sivilizatsiyasi tarixidagi katta ilmiy voqelikni hayajon bilan kutmoqda. Bu vaqtda Neil Armstrong Oyga ilk qadamni qo'yadi va bu rasman kosmik poyga yakunini qisman belgilab beradi. Xo'sh, bunda sovetlar nega ortda qoldi? Ungacha nimalar bo'lgan? Maxfiy agentlar, o'zbek kosmonavtlari va milliardlab dollarlik loyihalarning qulashi, shuningdek Yuriy Gagarin. Assalomu alaykum. Ushbu son shu haqda. Sizlar bilan YouTube kanali Qanunda boshladik. Eshitganmisizlar? Birinchi oyga qo'yilgan uchuvchi Artur Grigoryan bo'ladi. Eslab qoling. Artur Grigoryan, balki Artur Taymazovdir yoki Qirol Arturmi? Kosmik poyga 1957-1961-yillar. 1957-yil 4-oktyabrda Sovet Ittifoqining Sputnik 1 sun'iy yo'ldoshini uchirishi bilan poygaga rasman start berildi. Bu insoniyatning birinchi sun'iy yo'ldoshi bo'lib, AQShda xavotir va raqobat ruhini uyg'otib yubordi. 1958-yil 1-oktyabrda AQSh NASA agentligini tashkil etdi. 1961-yil 12-aprelda Sovet kosmonavti Yuriy Gagarin Vostok 1 kemasida Yer atmosferasida birinchi marta aylanishni amalga oshirdi. Bu insoniyat tarixida ilk marta odamning kosmosga chiqqanini anglatadi. Bu insoniyatning koinotga dastlabki qadami, lekin tirik mavjudot sifatida ilk parvoz Sputnik 2 1957-yil 3-noyabrda uchirilgan. Ichida Laika iti bo'lgan. U orbitaga chiqqan birinchi hayvon edi, ammo afsuski u tirik qaytmagan. Shundan so'ng Sputnik 5 1960-yil 19-avgustda uchirilgan. Rasmiy nomi Sputnik 2 korabli bo'lgan ushbu kemada 2 it, Belka va Strelka bilan birgalikda 40 ta sichqon, 2 ta kalamush, quyon, hasharotlar, o'simliklar va zamburug'lar bor edi. Ular 17 marta yer atrofida aylanishdi va 25 soatlik parvozni muvaffaqiyatli yakunlab, 20-avgust kuni yerga sog'-salomat qaytishdi. Bu voqea orbitadan tirik qaytgan birinchi tirik mavjudotlar sifatida tarixga kirdi. Parvoz davomida Belkada 4-aylanishda bezovtalik va qusish alomatlari kuzatildi. Bu holat olimlarga inson parvozlari uchun xavfsizlik choralarini ko'rish zarurligini ko'rsatdi. Natijada Yuriy Gagarinning ilk parvozi faqat 3 ta aylanish bilan cheklanadigan bo'ldi. Strelka parvozdan so'ng sog'lom bo'lib, 6 ta sog'lom kuchukchani dunyoga keltirdi. Ularning biri Pushinka, Sovet rahbari Nikita Xrushchev tomonidan AQSh prezidenti John Kennedyning qizi Karolinaga sovg'a qilindi. Pushinka va Kennedyning iti Charliedan tug'ilgan kuchukchalar hazil bilan pupniklar deb atalgan. Belka va Strelka keyinchalik Moskva kosmonavtika muzeyida saqlanmoqda va ularning jasadlari taksidermiya usulida saqlanib, ommaga namoyish etilmoqda. Taksidermiya usuli bu qush va hayvonlarning qotirilgan versiyasidir. Davom etamiz. Kosmik poyga asosan sovuq urush davrida AQSh va Sovet ittifoqi o'rtasidagi siyosiy va harbiy raqobatning natijasi edi. Har ikki davlat ham texnologik ustunlikni qo'lga kiritish, milliy faxrni oshirish va harbiy qudratni namoyish etish maqsadida kosmik tadqiqotlarga katta e'tibor qaratdi. Kosmosdagi yutuqlar milliy xavfsizlik va xalqaro nufuzni oshirish vositasi sifatida qaralardi. Sovetlarning o'sha yillardagi muvaffaqiyatlari ortida mashhur olimlar va muhandislar Sergey Korolyov, Oleg Kozenko va Konstantin Feoktistov kabi mutaxassislarning mehnati yotardi. Ayniqsa Sergey Korolyov SSSRning bosh konstruktori sifatida sir tutilgan shaxs bo'lib, uning ismi hatto o'z zamonasida ommaga ma'lum emas edi. Uning ismi faqat vafotidan keyin ochiq e'lon qilindi. Tadqiqotlar ustida ish olib borayotgan olimlarning ko'pchiligi harbiy razvedka bilan bevosita yoki bilvosita aloqada edi. Sovet ittifoqida kosmik dasturlar KGB nazorati ostida bo'lsa, AQShda esa CIA va NSA kabi organlar NASA faoliyatini sinchiklab kuzatmoqda edi.
sir saqlanishi kerak bo'lgan texnologiyalar, ayniqsa raketa dvigatellari, nazorat modullari va signal kodlash usullari ikki davlat orasidagi axborot urushini yuzaga keltirgan. Masalan, AQShdagi Manhattan Project olimlaridan biri bo'lgan Klaus Fish keyinchalik Sovet ittifoqiga ishlagani ma'lum bo'ladi. Uning singari ko'plab olimlar va muhandislar yashirincha boshqa davlatlarga xizmat qilgan. Bu esa ilm-fan maydonini maxfiy agentlar jang maydoniga aylantirib yuborgan. AQShda mashhur muhandis va nazariy fizik Wernher von Braun nemis V2 raketalarini ishlab chiqqan bo'lsa-da, urushdan keyin Operation Paperclip orqali Amerikaga olib kelinib, NASAning yetakchi va asosiy texnologlaridan biriga aylangan. Uning keyinchalik kosmosga chiqishdagi yutuqlari sovetlarni larzaga soldi. Kosmik poyga faqat yulduzlar sari intilish emasdi. Bu maxfiy hujjatlar, josuslik, sabotaj va chalg'itish taktikasi bilan to'la jang edi. Masalan, ba'zi tarixchilar fikricha, SSSR o'zining ayrim kosmik parvozlarini ommaga e'lon qilmagan, chunki ular muvaffaqiyatsizlik bilan yakunlangan. Bu nazariyaga ko'ra, 1960-yilda Belka va Strelka orbitaga chiqishidan oldin ham bir necha tajriba parvozi amalga oshirilgan. Lekin yo'lovchi hayvonlar nobud bo'lgani sababli bu holatlar maxfiy saqlangan. Bunga javoban AQSh razvedkasi turli signallarni tutib, Sovet ittifoqi kosmik dasturlarning holati va qamrovini o'rganishga urinar edi. Hatto ba'zi hollarda kosmik kemalarning radio aloqalari AQSh radio havaskorlari tomonidan yozib olinib, NASA mutaxassislariga yetkazilgan. SSSR uchun kosmik yutuqlar ideologik g'alaba va kommunistik tizimning ustunligini namoyish qilish vositasi edi. Kosmonavtlar xalq qahramonlari, texnologik yutuqlar esa xalq orzularining ro'yobi sifatida targ'ib qilinar edi. Yuri Gagarinning orbitaga chiqqani buni yaqqol tasdiqlaydi. AQSh esa kosmik poygada texnologik innovatsiya va iqtisodiy kuchni namoyish qilishni ko'zladi. Ayniqsa Apollo dasturi orqali Oyga odam yuborish, milliy g'ururni tiklash va sovetlardan ustunlikni qayta qo'lga kiritish harakati edi. AQSh prezidenti John Kennedy bu yo'lda muhim siyosiy rahbarlik ko'rsatardi. 1961-yil 12-aprel kuni Boyqo'ng'ir kosmodromi soat 9:07 da o'zining mashhur xitobi "Поехали" deya startga chiqib, 108 daqiqa vaqt mobaynida Yer shari atrofini orbital parvozda aylanib chiqdi va soat 10:55 da Saratov viloyatidagi Similovka qishlog'idagi dala hududiga muvaffaqiyatli qaytib qo'ndi. Yuriy Alekseyevich Gagarin insoniyat tarixida birinchi marotaba ochiq koinotga parvoz qilgan kun xalqaro aviatsiya va kosmonavtika kuni sifatida belgilandi. O'shanda AQSh SSSRga bu poygada g'oliblikni berib qo'ymaslik uchun qo'lidan kelgan barcha ishni qildi. Kosmosni zabt etish uchun muhim qaror qabul qilindi. Oyga odam yuborish. Programma Apollon deb nomlandi. AQSh nafaqat milliy g'urur, balki xalqaro hurmati haqida ham o'ylayotgan edi. Bu programmani amalga oshirish Amerikadan juda katta pul talab qilar edi. Natijada AQSh budjetiga katta ziyon yetdi. Amerikaning muhandislari va astrofiziklarini juda ham ko'p ishlar kutib turar edi. Hisob-kitob, ishlab chiqarish, mashq qilib ko'rish, sinab ko'rish. 1969-yilga qadar 20 dan oshiq raketa uchirilgan. Apollon 11ning uchirilgan eng mashhur raketalarini keltirib o'tamiz. Apollon 1ning omadsiz starti Amerikaning 3 ta astronavti hayotiga zomin bo'ldi. Ammo bu Amerikaning jangovar ruhini sindirmadi. Apollon 1 fojiasidan so'ng Oyga 3 ta uchuvchisiz raketa Oy moduli maketi bilan uchirildi. Ya'ni Apollon 4, 5, 6. 1968-yil oktyabr oyida birinchi uchuvchilar bilan boshqariladigan kosmik kema Apollon 7 uchirildi. Ekipaj Yer orbitasi uzra 11 kun uchishgan. 1968-yilning dekabr oyida boshqariluvchi kosmik kema Apollon 8 Oy orbitasigacha uchdi. Apollon 9 va Apollon 10 esa Oy va Yer orbitasida uchirilib, sinab ko'rildi. Oydagi birinchi inson Apollon 11 1969-yil 16-iyul kuni uchib ketdi. Uning bortida ekipajning 3 a'zosi Michael Collins, Buzz Aldrin va Neil Armstrong bo'lgan. Oyga uchish hech qanday salbiy hodisalarsiz 4 kun davom etdi. 1970-yillardan boshlab AQSh va Sovet ittifoqi o'z tarixidagi eng katta, eng murakkab va eng qimmat kosmik loyihalarni yo'lga qo'ydi.
Bu loyihalar nomi NASAning Space Shuttle dasturi, xususan Kolumbiya kemasi va SSSRning Energiya Buran dasturi edi. 1972-yilda AQSh prezidenti Richard Nixon tomonidan tasdiqlangan Space Shuttle dasturi qayta ishlatiladigan kosmik kemalarni yaratish g'oyasiga asoslangan edi. Ushbu dastur doirasida birinchi kemaning nomi Kolumbiya bo'ldi. Kolumbiya 1981-yil 12-aprel kuni STS-1 missiyasi doirasida orbitaga uchirildi va tarixda birinchi qayta ishlatiladigan kosmik kema bo'ldi. NASA bu kemani ilmiy tadqiqotlar, sun'iy yo'ldoshlarni uchirish, xalqaro kosmik stansiyani qurishda foydalanish va nihoyat Oy hamda Mars dasturlariga tayyorgarlik sifatida ko'rdi. Kolumbiya keyinchalik 27 ta muvaffaqiyatli missiyani amalga oshirdi. Biroq 2003-yil 1-fevralda STS-107 missiyasi chog'ida atmosfera qatlamiga kirish vaqtida parcha ajralishi natijasida portlab ketdi va 7 astronavt halok bo'ldi. Bu fojiadan so'ng Kolumbiya parvozlari to'xtatildi. AQShning Kolumbiya muvaffaqiyatidan so'ng Sovet ittifoqi ham o'zining shunga o'xshash, hatto ayrim jihatlarida yanada ilg'or bo'lgan tizimini yaratishga kirishdi. Bu loyiha Buran dasturi edi. 1976-yildan boshlanib SSSRning energiya raketa tizimi bilan birgalikda ishlab chiqilgan bu loyiha texnologik yondashuvda ancha murakkab edi. 1988-yil 15-noyabrda Buran o'zining birinchi va yagona parvozini amalga oshirdi. U pilotsiz tarzda to'liq avtomatik rejimda orbitaga chiqdi. Yer atrofida 2 marta aylanishni amalga oshirdi va Qozog'istondagi Baykonur kosmodromiga avtomatik rejimda yuzaga kelgan muammo sababli yerdan masofaviy boshqaruv yordamida qo'ndirildi. Lekin bu yutuq Kolumbiya hamon faqat odam boshqaruvi bilan harakatlanadigan bir davrda muhandislik tomonidan misli ko'rilmagan natija edi. Ammo iqtisodiy inqiroz va SSSRning qulash arafasida turgan holati tufayli Buran loyihasi 1993-yilda bekor qilindi. Butun dastur uchun Sovet hukumati tomonidan taxminan 20 milliard AQSh dollari sarflangan edi. Buran dizayni jihatidan Kolumbiyaga juda o'xshar edi. Shu sababli G'arb ommaviy axborot vositalari uni Kolumbiyaning nusxasi deb baholagan. Biroq Sovet muhandislari bu o'xshashlik texnik zaruriyatlar va aerodinamik qonunlarga asoslanganini ta'kidlagan. Buran tizimi Kolumbiyadan ustun bo'lgan ba'zi jihatlarga ega edi. Masalan, to'liq avtomatik qo'nish, katta foydali yuk tashish hajmi, kengroq ichki sig'im xususiyati, maxfiy kurash va josuslik da'volari. Bu loyihalar orasida razvedka organlari faoliyati yashiringan edi. AQSh tomoni Sovetlarning Kolumbiyani nusxalashda NASA hujjatlarini noqonuniy qo'lga kiritganliklari haqida shubhalarni bildirishgan. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, 1980-yillarda Sovet razvedkasi KGB orqali NASA loyihalarining texnik tafsilotlarini o'g'irlagan. Garchi bu da'volar rasman isbotlanmagan bo'lsa-da, ba'zi sobiq agentlar va tarixchilarning intervyularida bu borada ko'plab shubhali holatlar tilga olingan. Ayniqsa mashhur KGB agenti Vladimir Vetrov tomonidan o'g'irlangan texnologiyalar haqida gapirilgan. Shu bilan birgalikda AQSh tomoni ham Sovet raketa tizimlarini o'rganish uchun U-2 razvedka samolyotlari va agent tarmog'idan foydalanar edi. 2003-yilda Kolumbiya kemasining halokatidan so'ng NASA dastur xavfsizligini jiddiy qayta ko'rib chiqdi. Boshqa shattllar qisqa vaqt davomida ishlashda davom etdi. Biroq dastur 2011-yilga kelib to'xtatildi. Buran esa Sovet ittifoqining qulashidan so'ng hech qachon yana uchmadi. 2002-yil 12-mayda Baykonurdagi angarda saqlanayotgan yagona uchgan Buran kemasi tom qulashidan so'ng butunlay yo'q bo'ldi va 8 kishi halok bo'ldi. Bugungi kunda Kolumbiya kosmik halokati va Buran loyihasining tugatilishi kosmik texnologiyalar tarixidagi chuqur darslar bo'lib qolmoqda. Ular inson orzusining balandligi va haqiqatdagi sinovlar og'irligini birday namoyon etadi. 1975-yilda tarixda ilk bor AQSh va Sovet ittifoqi o'rtasida kosmosda hamkorlik qilindi. Bu Apollo-Soyuz qo'shma missiyasi edi. Ushbu ramziy uchrashuv sovuq urushning sovib borayotgan davrida ikki yirik davlat o'rtasidagi ilmiy-siyosiy muzlatishning kosmosdagi ifodasi bo'ldi. Bu voqea xalqaro kosmik stansiya kabi yirik hamkorlik loyihasining ilk ilhomlaridan biri sifatida qaralardi. Ammo bu borada ikki blok o'zining alohida kosmik loyihalarini ham davom ettirdi.
AQSh 1973-yildan 1979-yilgacha Skylab, SSSR 1971-yildan 2001-yilgacha Salyut va Mir stansiyalari shular jumlasidan. 1991-yilda Sovet ittifoqi parchalanganidan so'ng Rossiya Mir stansiyasini mustaqil boshqarishda davom etdi. Biroq iqtisodiy qiyinchiliklar sababli yangi kosmik loyihalar uchun resurs yetishmasdi. Bu davrda AQShning NASA agentligi va Yevropa hamda Yaponiya kosmik agentliklari birgalikda yangi global loyiha Xalqaro kosmik stansiya konsepsiyasini ishlab chiqdilar. 1993-yilda Rossiya, AQSh, Yaponiyaning JAXA, Yevropaning ESA va Kanadaning CSA agentliklari kosmik stansiya qurilishi bo'yicha xalqaro kelishuvni imzoladilar. Ushbu kelishuv sobiq raqiblar NATO va sobiq Varshava paktiga mansub davlatlar o'rtasida ilk bor global darajadagi tinchlik, ilmiy hamkorlik va texnologik integratsiyaning eng yorqin namunasi bo'ldi. 1998-yil 20-noyabrda birinchi modul Rossiyaning Zarya moduli orbitaga uchirildi. Bir oy o'tmay 1998-yil 4-dekabrda AQShning Unity moduli keltirildi. Shundan boshlab ISS bosqichma-bosqich qurib borildi va uni 30 dan ortiq missiya, yuzlab texniklar, muhandislar va astronavtlar shakllantirdi. 2000-yildan boshlab doimiy astronavtlar ekipaji joylashtirildi. 2008-yilda Yaponiyaning Kibo laboratoriyasi, 2010-yilda ESAning Columbus moduli integratsiya qilindi. Stansiyaning umumiy og'irligi 420 tonnaga yaqinlashdi. Hajmi esa bir futbol maydoniga yaqin bo'ldi. 2011-yilda NASA Space Shuttle dasturini yakunladi. Bu esa Rossiyaning Soyuz kapsulalarini ISSga astronavtlarni yetkazishdagi yagona vosita qilib qo'ydi. Rossiya kosmik agentligi Roskosmos bu yillarda ISSning muhim hamkoriga aylandi. Shu bilan birgalikda xususiy fazo kompaniyalari paydo bo'ldi. SpaceX kompaniyasi 2012-yilda birinchi marotaba ISSga yuk yetkazib berdi va 2020-yilga kelib inson tashuvchi Crew Dragon kapsulasini ishga tushirdi. Bularning natijasida AQSh o'z mustaqilligini yana qayta tikladi. Kosmik iqtisodiyotda raqobat yanada kuchaydi. NASA endigi resurslarni Oy va Mars dasturlariga yo'naltira boshladi. 2020-2025-yillarda geosiyosiy ziddiyatlar, texnik eskirish va ISS kelajagi haqida bahslar chiqa boshladi. So'nggi yillarda geosiyosiy taranglik xalqaro hamkorlikda muammolar tug'dirdi va Rossiya 2024-yilda ISSdan chiqishni e'lon qildi. Biroq bu hali to'liq amalga oshgani yo'q. Xitoyning Tiangong stansiyasi esa yangi geopolitik muvozanat yaratdi. Texnik jihozlarning eskirishi sababli ISSni 2030-yilgacha ishlatish rejasi e'lon qilindi. Undan so'ng esa stansiya afsuski yo'q qilinishi mumkin. Xalqaro kosmik stansiyaning ilmiy merosi ISS orqali minglab ilmiy tajribalar o'tkazdi. Yangi dori vositalari sinovi, yer atmosferasi va iqlimi kuzatuvlari, qayta ishlash va resurslar tejash texnologiyalari, Mars va Oyga tayyorgarlik tadbirlari, 1000 dan ortiq astronavt, 20 dan ortiq davlat va yuzlab institutlar bu stansiya orqali o'z ilm-faniga misli ko'rilmagan darajada hissa qo'shdi. Kosmonavtikaning rivojlanishida o'zbekistonlik olimlarning ham hissasi bor. O'zbekistonda 1980-yildan boshlab Koinot ilmiy ishlab chiqarish boshqarmasi faoliyat ko'rsatmoqda. 1977-yilda O'zbekiston Respublikasi Kosmonavtika federatsiyasi tuzilgan. Uchuvchi kosmonavt Jonibekov Qirg'izistonning O'sh viloyatida tug'ilib o'sgan o'zbek uchuvchi astronavti Solijon Sharipov kosmosga parvoz qilishgan. Agar siz xohlasangiz, bu haqda alohida katta kontent qilamiz. Negaki O'zbek va O'rta Osiyo mamlakatlari vakillarining kosmonavtika sohasidagi yutuqlari va jasoratlari bizni hayron qoldiradi. Azizlar, sizlar bilan YouTube kanali bo'ldi. Keyingi dasturlarga qadar ko'rishguncha salomat bo'ling.